hurmatli o'rtoqlar, so'zni judolashish, Bakirjon, xizmat qiling, G'affarjon, Jaloljon. Navbatda patron ikram qiling, o'rtoqlar, navbatda so'zdan qancha berishga boshlaymiz. Toshdan Toshmirza aka, Urug'boy haq bo'ldi, Javoga, Abdulla Nurakaga, Yusuf akaga, Naqshbon Rusumaga shu turda bir kalima shirin so'zlar bilan o'ta tavbadan omon uchuncha, mana bir kalima so'zlar biroz shu tag'i meni o'ta tushmaban, ko'rmaban deb Orajon ota yetaysanman, hammani biroq turman, biroq. Ha, qarang, yozyapti. Rais bo'lsiz bilan rahmat. Jan qo'shgan rahmat. Yana do'stimiz sog' bo'l, salomat bo'lsin. To'ylarni olmishlikdan qilsin. Qanday ota? To'ylar davom etib yursin deya shuncha olamiz. Rahmat, bo'ldi ota, bo'ldi. Haq bo'lsa biya Juraboga, marhamat, bera bo'l. Ayting bu. Kaza ayting. G'afaraga makam bo'yicha qatorligi bilan hamma ta'riflab yaxshi so'zlarni aytib o'tiribdi. Shularga qo'shilib biz ham yaxshi so'z aytamiz. Mayli joylarda bundan keyin ham 2-3 marta 40 yillikka yetkazsin xudo. Hamma qo'yga yetsin deya rahmat so'z bergan. Rahmat, sho'xajim ham. Bo'z qataqabi. Alloh taolo mana qo'shnimiz Jaloljon ukamiz mana 40 yilligini nishonlayotgan ekan. Albatta bir necha 40 yilliklarni nishonlasin, shu hammamiz ham mana shunday to'ylar yetkazsin. Shu yigitni umri boqiy bo'lsin, ro'zg'ori tinch bo'lsin, doimo sog' salomat bo'lsin. Shu yaxshi kunlarda uchrashib turaylik. Unutmayman aka. Yusuf akam, yozab. Mana Jalol ukamiz qatirab qilayotgan yaxshi bola chaqa ko'p bo'lsin. Doim oshlagancha uzilmasin. Rahmat rais bo'lsin. Hurmatli o'rtoqlar, aziz do'stlar, nakoniec Mo'lana Shivoncha Rustamjon Aruja keldi. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, Naqshboncha Naqshbonga keldi ota. Qarsonlarni olsa, agar aytmasang ota kelman. Farota. Qasr. Mana o'ynab ber, tikatda o'ynab ber. Oga rahmat, senga ham katta rahmat. Dunyomiz tinch bo'lsin, eng yomon kunlar shunday bo'lsin. To'sog'ini ochiq bo'lsin. Jaylonjonda 120 yilliklarimiz nishonlaylik. Ha. Halovat opamda eng onalari shunday yaqinlashsin, dunyo tinch bo'lsin, to'ygan ona qilaman. Qasam istalam. Qo'pon istalam. Ko'p o'zim o'yinda. Rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, aziz do'stlar, Jaloljonning eng yaqin akalaridan, yuratosh akalaridan, shu ko'chada eng yaqin akalaridan Uray bilan Yusuf Rahim akadan yuqori odam inson yuradi, jigardosh bo'lsa kerak. Shogirdlari zaman Jaloljon degan Rahim aka o'zi ketgan ekan. Yusuf Rahim aka haqida kinoda Jaloljonga o'tib ketdi. Rahim aka mana bir qo'ldan shunday taklif o'ylab beradi, mana shunday. Hurmatli o'rtoqlar, reklama olyapti, video olyapti, Rahim boy yozyapti. Tariximda bu narsa o'zbekam. Rahim aka, kinoda nasib yana ham qayotatda, kimdan qayotatda. Nasibda Yusuf Rahim aka nasib Norijon qasini otgan, marhamat, yanimga turib berma video olyapti. Marhamat Norijon. Rahmat rais va so'z berganingiz uchun. Mana bojamiz Jaloljon bugungi kunda katta tantana to'y bazmi bo'lyapti. Bugun 40 yosh yubileyini nishonlar ekan. Kelajakda bu bojamizga uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz. Oilasida hamisha to'y arimasin. Kelajakda kelin to'ylari, payg'ambar to'ylariga ham arish etib nishonlab, sog' salomatlik bilan kutib o'tiraylik. Hammani topgani to'yga bersin. Rahmat rais va so'z berganingiz uchun. Rahim aka, akaga boshchilar, Naqshbonga boshchilar, Rustam aka boshchilar, madad qilamiz.